maqtashga muhtoj bo'lmagan burumizdan kelgan. Sifatli xo'rozsin ha. Mana bunda ko'rinishda olsizmi? So'mka to'qiydiganlarga zo'r yengilliklarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxlari bilan aytib o'tishdaman. Hop. Birinchi bo'lib so'mka kanallardan boshlaymiz. Mana shu modeldan kelgan edi. Buning narxi 15 ming so'm. İkinci modelimiz bu ham 15 ming so'mda. Ko'pchilik mana shu modelni kutayotgan edi. Bu modeldan ko'pchilik mana shu modelimizdan kutayotdi. Bu ham 15 mingda. Hop, yangicha ko'rinishdagi kalmamizning narxi ham 15 ming so'mda. Bundan sotmagan edik, bu yengisi keldi. Bizga femorlarning o'zini komplektida zanjirli variantlari kelgan. O'zida mana ulangan hammasi. Zanjirni ham sifatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi zanjirdan. Hozir narxlarini aytaman sizlarga. Hop, mana bu tilla rangisi, bu tilla rangi. Kixil rangda kelgan, tilla kumush ranglarda. Narxlari keladigan bo'lsa, mana shu ikkitasi 15 mingdan. Bunga keladigan bo'lsa 20 ming. Bu eng kattasi 25 ming so'm. Xudo xolisa sifatlari yaxshi bo'lib kelgan. Dumonlarni boshqa yerdan olaylik, rasmga oling. Hop, shunur toshi 50 metrlik keldi. Ancha arzon qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa. Faqat oq kelgan 50 metrlik. Hop, 10 metrdan mana bunaqa qorasi kelgan. Oq hamilondan keldi. Bir aytishdimi? Ya ranglari, qolgan ranglari ham qiziq bo'lsa, unga o'tkazasizlar. Hamma rangini joylaymiz. Ranglarni ko'ringlar, mazza qilasizlar. Biz olib kelayotgan narsalarni hamma olib kelish mumkin, lekin bizdagi yaxshi sifatini olib kelmasligi mumkin. Bizda har doim sifatga urg'u beramiz. Xitoydan olganimizda birinchi navbatda so'raydigan narsamiz bu sifat bo'ladi. O'shani hisobiga ham bizlarni mijozlar bizlarni qadrlashadi. Mana bu ko'rsatgan toshimiz ham bizga sifati ko'p. Xitoyga borsanglar 3-4 xil sifati bor. Biz sizlar uchun eng yaxshilarini olib kelamiz. Buni hozir bizdan kelib xarid qilayotgan hamma mijozimiz bilishadi. Qolgan ranglarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, har doimgidek o'ngga o'tkazsanglar, qolgan ranglarni ham joylaymiz. To'rkonisi yangicha hamilonlari, bularning narxi pochkasida 100 ta bo'ladi. Pochkasining narxi 80 ming so'm. O'ngga o'tkazasizlar, hamma ranglarni joylaganmiz. Narxi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar. Eng xado ranglardan yana bittasi mana shu oq hamiloni bo'ladi. Juda chiroyli kelgan. Uni anchadan beri sotamiz, olib yurganlar bilishadi. Undan tashqari bizda mana bunaqani ruchkasiz, zanjirsiz varianti, o'zida zanjiri bor varianti ham bor. Ko'rsanglar ular assortimentini. Undan tashqari mana bunaqa to'rtburchak fermoylardan ham bor. Assortiment bomba, keverasizlar. Undan tashqari zanjirlarning ham assortimenti bor bizda. Bunga nima deysizlar? Juda chiroyli kelibdi. Nabirlaringiz bormi hammasi? Shu rasmli narsalar hammasidan bor.
Oxirgilari mana buni ko'ryapsizlarmi? Ne bichli rangda ekan. Maydaroqlari mana eng maydasi. Hammasi o'zgacha chiroyli. Videoni boshida aytib ketaman. Mana shunaqa taxtasidan ham keldi. Mana shunaqa olganingizda xo'p chiroyli qilib qo'yishinglar uchun. Buni narxi 30 ming so'mdan. Hop, bu ham mana yangi instrument. Biladiganlar bo'lsa, yozinglar. Qaranglar, ashim zo'r qilgan ekan. Dumaloq qilasizlarda, orqasiga mana ismini bundoq akkuratni yopishib ketasizlar. Har bittasini. Lekin qimmat narsa bu. Agar mana shu brendni biladiganlar bo'lsa, mana shu brend ishlab yurganlar bo'lsa, nimaga qimmatligini bilishadi. Mana o'zing aytib turibdi. Brend nomi mana internetdan xolisanglar qiziqib ko'ringlar. Ichida mana bu удобный variant ekan mana shular. Bular 20 ming so'mdan narxi. Bunicha ikki xil sifati bor. Mana bu sifatlisi eng qimmat ichida mana shu bo'ladi. Mana arzonroq varianti, bu qimmatroq varianti. Kim qanaqa arzonni olsanglar arzoni, qimmatini olsanglar qimmati bor. Bunga keladigan bo'lsak, bu ketganiki kuchli xamilon emas, nomiga xamilon ekan. ana serozniy ham bir so'raysizlar-yu, sifat doddi bo'lsin, 20 yil xizmatimni qilsin deysizlar-yu. Mana shunaqalarni yangi do'konga olib kelib qo'yganmiz. Kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Kanimda mana shu 12 mm metrajimizda ranglari qolmagan edi. Rang-rang, ya'ni ko'zi bilan temani rangi bir xil bo'lgan metrajimizda assortiment sotuvga keldi. Bu 16 razmeri, bu 12 razmeri. 16 razmerda mana shu 3 xil rang kelgan, 2 xil novot va mana qizilga qizil qaranglar, chiroyliligini. Mana 12 likni assortimenti. Sizlarga ranglari yoqqan bo'lsa, bitta ekranni qizartirib qo'yasizlar. Agar rasmlar keladigan bo'lsa, Telegram kanalga joylayapmiz, o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormaslikka qalay yengisi. Bo'ladimi? Mana. Narxi xudo xolisa arzon chiqadi bu. Yashili, novoti, korичневый. Zakaz bering, mana shu korичневый nima etib qo'yadi bilmayman. Hop, rozovisi, sarig'i, mana sirenivisi, qizil bilan malinasini bermabdi, yaramas. Nima qilish kerak? Urish kerakmi, uni so'kish kerakmi? Men hado rangi bermagan. Ot sireniy bilan yashil rangi. Bugun storiyani polniy mana to'ldirib tashlaymiz. Ertaga kerakli narsalar bo'lsa, kelsanglar ertaga ham ishlaymiz. Dushanba kuni dam olamiz. Tinchlik metro do'konlarimiz ishlayveradi. Hozir qo'ygan narsalar bilan xudo xolisi u yoqda bor. 26da sovdani yopib olishimiz kerak xudo xolisi. Chunki tajriba oshgan, 1 yilga nisbatan undan yaxshi rezultatlar qilamiz xudo xolisi. Ranglarni qaranglar, chiroyliligini.
Sizlar uchun eng qizig'i tosh assortimenti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma assortimentni ko'rsatamiz. Hozir birinchi navbatda yangi do'konimizda mana shu Mandikendan 2 dona qolibdi. Imanimdan ham 2 dona qolibdi. Nomer qoldiraman, shu nomerlarga yozsanglar bo'ladi dastavka bo'yicha. Abu Sahih do'konimizda 2 kilo ham sotuvda yo'q. Hop, 400 ming so'm, 300 ming so'm.